Sappolar sizlar bilan Hezekraf va bugungi videoda biz Static USB bilan birga quruvchilar jangi o'ynaymiz. Salomlashib qo'ying. Hammaga salom. Sizlar bilan men bugun yana Static USB bugun sizlar bilan quruvchilar jangini o'tkazamiz. Qani bo'lsam boshladik. Men birinchi bo'lib tanlayman. Qochib turing. Nima tusharkan? Ana uchib ketib qoldim. Hozir qamoqxona tushibdi. Qani bo'lmasam ketdik. Kim uchini oldindan kommentga yozib qoldiring. Men qizil, sen ko'k bo'lasan. Qani bo'lsam o'zing tarafingga bor. Ketdik. Qamoqxona qurish o'ta qiyin bo'ladi. Bizga kerakli bloklarni birinchi olamiz. Bizga bedrock kerak bo'ladi birinchi o'rinda. Keyin qanaqa blok olsam ekan? Temir blok ham yaxshi. Ikkalasidan olamiz. Keyin mana shu nima edi? Zabor. Kravat, keyin qo'l yuvish joylari yasab bezatamiz ozgina. Men bir xonali qilmoqchiman. Shuning uchun katta quraman. Ana sizlar qiynalib qolmasligingiz uchun videoni sal tezlashtirib qo'yaman. Unchalik sal emas. Bedrockdan qilmaydi berdim bo'lmaydi. Sal xonali chiqib qoladi. Shuning uchun temir blokdan qilaman. Men ham bugun sizlar bilan ana sizlar uchun 5x qilamiz. Bo'lsam bu 20 minut vaqt olib ketadi. Sizlar zerikib qolmasliklaringiz uchun tezlashtirib oldik videoda. Static USB ham vashe sekin qurar ekan. O'ta kutib qoldim. Men o'zi oldindan sekin quraman, chunki men aniqlikni olib, yaxshi qilib qurishni yaxshi ko'raman. Qancha qursa ham bot bo'ladi. Bot. Qani kim uchun oldindan kommentga yozinglar. O'qib ko'ramiz. Like va obuna bo'lsam esdan chiqmasin. Kim uchun kommentga yozib qo'yinglar. Faqat chestni yozinglar, faqat haqiqatni yozib qoldiringlar. Yon bosib o'tirmanglar. Baribir xafa bo'lmaysiz. Baribir. Mana men rakvinalar har xil joylar quraman mana. Men esa 3 xonali xona qurib, yaxshi qilib bezatib yaxshi chiqyaptimi kommentga yozib qo'yinglar. Static USB-nikini kutamiz endi. Men o'zim bezatib olaman bahonada. Static USB vashe sekin quradi, vashe sekin bo'ladi. Mana 5x bor. Ana shu qamoqxonamni ham qurib oldim. Mana sig'mayapman. Shuning uchun yaxshi. Bezatkim kelmadi uncha meni to'ldirib o'tirgan shu Static USB-nikini birinchi bo'lib ko'ramiz. Chunki men birinchi bossam, endi Static USB-nikini birinchi ko'ramiz. Qani, ko'rsating qamoqxonangizni. Qani bo'lmasam ketdik. Birinchi xonaga vaqtim yetmay qoldi. Uzr endi. Birinchi xonaga vaqtim yetmadi. Ikkinchi xonani ko'ramiz. Qani, ikkinchi xonani ham baribir botda, baribir qanaqa o'qara xarobaga o'xshatib, qamoqxonaga o'xshatib qildim. Bu qamoqxonani bitta buzib qochib ketishadi qoshig'i bilan. Qanaqa zanglab yozib qamoqxonani kavlab qochib ketishadi. Qanaqa qochib ketish ish emas bular. Lekin ish emas qochib. Men chunki politsiyalar qo'yaman oldiga. Endi senikini ko'ramiz. Qani, meniki. Seniki bo'sh bo'lib qolgan to'g'ri lekin men katta lekin bo'sh. Bu nima keragi bor? Bitta odamga shuncha katta komentar qilib. Ikkita odam stadionni g'alati yeganda. Nima deysan endi? Qanday o'tiradi? Quruvchi emasman, mana bosib prosta. Qanaqa bosmay turdi. Mana o'tirsam bo'ldi. Nima? Ikkita odam qo'yaman-da berga. Bo'pti, qani bo'lmasam ikkinchi raund Static USB boshlaydi. Qani men tanlab ko'raman nima tushar ekan, qarang. O'tib ketdim. Qani, telefon quramiz ekan bolalar. Telefon yoqmaydi, vashe qurishni bilmayman telefonlar. Men ham sal bilib turaman, lekin uncha. Nima qilding? Yerga musullaringni tashlab, o'zing-ku menga ham tashlading. Tashlaganim yo'qmi? Oldaman. Qani bo'lmasam kerakli bloklarni olib qurishni boshlaymiz. Menga
topdim iPhone 7 Pro'man. Shunga menga orange sabzrang jun kerak bo'ladi va qora jun, keyin shundan quraman. Sizlar zerikib qolmasanglar uchun video tezlashtirib tashlayman. Ana bo'lmasa ket. 3x qilsam yetadi menimcha. 3,5. 3,5 qilaman. Sizlar zerikib qolmasanglar uchun shu ish qilib tezlashtirib tashlayapmiz. Shuncha mehnat uchun like va obuna bo'lib qo'yinglar. Shu bedrockli devorni ham men 2 soat, 1 soat qurdim. Shuncha mehnatim uchun ham like bosib qo'ysanglar bo'ladi. Like eng kerakli. Tekin-ku like, obuna ham tekin. Shunday bosasizlar vaqtingizda 1 minut ham ko'p. 5 sekundda shunday bosib qo'yasizlar bo'ldi. Bizga bu motivatsiya berib, ko'proq video chiqarishimizga Olib keladi. bo'ladi. Men qurib oldim. Endi siz buni kutib turamiz. Bo'ldingmi? Bo'ldim, davay. Hozir normalniy chiqqanimi ekan? Hozir ko'ramiz. Qani ko'ramiz. Meniki lekin yutadi. Ko'ramiz. Kommentga obunachilar yozadi-yu. Qani bo'lmasa, menikidan boshlayman chunki o'tgan safar senikidan boshladim. bo'pti, davay tushdik. Qani? Nima bu Tetrismi? Mo'g'ram telefondan yemagan varianti bu. Kameralari ham chiki. Mana shunday qilsa iPhone 12 17 Pro Max bo'ladi. Tetris. Qani bo'lmasa menikini ko'ramiz, ketdik. O'zingnikini qara, ikki taraf. Men oddiy telefon qurdim. Ochiqda qara, ochiq ikkala tarafi ham. Kamerasi yo'q. Ochiq bo'lib yotibdi. Ikki tomonlama telefon yangi chiqyapti. iPhone 8 bu. Kamerasi ham yo'q. Ikkita tarafi ham ochiq ekan, bo'lmabdi. Tuxum. Portlatma tuxummisan? Ay. Hasad qilding-a, iploq. Qani bo'lsa 3-chi oxirgisi. Nima tushar ekan, o'ta qiziq. Bosdik. Ana senga tushdi. Menga tushmadi-yu. Menda ham yo'qda. O'zimning telefonim. Telefon faqatmi? Futbolni stadion qani bo'lmasam ketdik. Futbolni stadion qurishga. O'zing tarafingda bor. 1, 2, 3 ketdi o'yin. Futbolni stadionda minisini quraman men chunki vaqti kamroq qilmoqchiman. Shuning uchun kichkinaroq bizga yashil jun kerak bo'ladi. Yana nima suydik? To'g'ri olamiz valyuta uchun. Keyin qora sher ham kerak bo'lib qolsa kerak. Mana qurishni boshladim unda sizlar uchun tezlashtirib tashlayman videoda. Hozir 3,5x qilaman. Zerikib qolmasliklari uchun. Qani bo'lsam ketdik. Men ham sendan yaxshi ko'raman. Qani kim yaxshi ko'rishini to'g'ri qilib kommentga yozamiz. Bu bola bot ko'rishni bilmaydi. O'zi bu. O'tsanda baribir ko'rishni bilmaysan. Sen ham menga o'xshaysan. Video tezlashtirib tashlaymiz sizlar uchun. Mana shuncha mehnat qilib ovoz berib o'tiribmiz. Bu videoni kamida yozishimizga, qilishimizga 1,5 soatlar ketyapti. Montaj qilishimizga 1,5 soat. Shuncha mehnat uchun. Like bosish qiyin, obuna bo'lish. Mana 4x qildik. Yostiga kuncha 10k bo'lsa 100 ming ko'rsatadi boshladi. Yostigacha 10k bo'lsa ikkimiz ham yuzimizni ko'rsatamiz. Javob mana. Stream bilan stream qilamiz, yuzimizni ko'rsatib stream qilamiz. Har xil vijivaniyalar qilamiz. Mana yomg'ir ham yog'ardi, asab videolatganda yomon yoqmaydi, bor 4x qilyapman. Bashay yoqmaydi. Yomg'ir. Shuning uchun bizning mehnatimizga like va obuna bosish esdan chiqmadi. Shuncha mehnat qildik. Endi anoni kutib o'tiramiz, yana qurishini. Qurib oldingmi? Jicha bor menga. Ana qurib bo'ldim.
Mana bo'lmasam ketdik. Birinchi bo'lib Senikini ko'ramiz. Chunki Ha. menikini ko'rayotgansan. qani? Nima musor ko'rding sen? Senikidan yaxshiroq. Qara qiyshiq. Maylarni qara 2 blok. 2 blok ochiq, bu yerda 1 blok ochiq. Nima bu? Ha? Baribir seniki menikidan musorlar chiqqan. Qani endi bo'lmasa senikini ko'ramiz, qani? Bo'lsin. Kimniki zo'rligini kommentga yozinglar. Shu dakan tovuqni ovozini o'chirib qo'yinglar. Faqat asabni buzib karlarni uradi. Mana PvPda yutqazdi. Adashib yutkazdi. Adashib. Quruvchilar jangini yutqazib qo'ysa endi. Ha, kommentga yozishadi. Kim yutganini biz hal qilmaymiz, obunachilar hal qilsin. Meni hatto to'pi ham bor-da. Kalla to'p bo'lamiz, tuxum. Bo'pti, sizlar bilan biz Starlik Suzbi va Hezokrab bo'ldik. Hammaga xayr salomat bo'lasizlar.